Agar islomiy moliyada sheriklik yaxshi bo'lsa, nega banklar hamma narsani mudoraba yoki musharaka orqali moliyalashtirmaydi? Mudoraba va musharaka haqiqiy sherikchilikni talab qilganligi bois, banklar doimiy ravishda mudoraba va musharakadagi bo'layotgan biznes faoliyat turidan xabardor bo'lib borishi kerak. Buxgalteriya shaffofligi, bu yerda amalga oshirilayotgan foyda va zararlarni to'g'ri yuritilayotganligi, biznes faoliyatini to'g'ri yuritilayotganligi, islom moliyasiga muvofiq ketayotganligi va soliq amaliyotlari, bularning barchasi katta bir mas'uliyat va katta bir kuch talab qilgani bois banklarda mudoraba va musharakaga ehtiyotkorlik bilan qarashadi. Chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, banklarda bevosita o'z mablag'laridan tashqari omonatchilarning, investorlar degan mablag'lari mavjudligi bois, bu yerda banklarda regulyator tomonidan belgilangan talablar, likvidlik talablari, rezerv talablari va boshqa talablarning borligi banklarda bu mudoraba va musharakada juda ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladi. Shu boisdan banklar bevosita mudoraba va musharaka shartnomalarini amalga oshirilayotganda mijozni obdon o'rgangan holda, mijozni kredit tarixlarini yaxshi o'rganib, bu kabi kelishuvlarga, shartnomalarga kiradi. Endi banklar nafaqat mudoraba va musharaka, balki murobaha shartnomasini ham afzal ko'rishadi. Chunki murobaha shartnomasida masalan oddiy tovarlarni oldi sotishda, biron bir aktivni moliyalashtirishda yoki biron bir uskunani olib berishda tezkor va risk jihatdan juda ham kichik bo'lganligi bois va kamroq harakatlar bilan amalga oshiriladigan moliya mexanizmi bo'lgani uchun banklar ko'proq murobaha moliyalashtirishni ma'qul ko'rishadi. Chunki risk mudoraba va musharakaga qaraganda kamroq mavjudligi sababli. Shuning uchun islomiy banklar o'zlarini moliyalashtirish portfellarida faqatgina ma'lum bir turdagi moliyalashtirish instrumentlaridan foydalanmasdan, balki ular diversifikatsiya qilgan holda murobaha, ijara, salam, istisna, musharaka va mudoraba shartnomalaridan foydalanishadi. Mudoraba va musharakada nafaqat bank, balki moliyalashtirmoqchi bo'lgan qarshi tomon ham bu narsaga tayyor bo'lishi kerak. Chunki bu yerda adolatlilik, omonatdorlik, vafodorlik, aynan foyda va zararda halollik degan masalalar muhim o'rin tutadi. Shu boisdan ham bu kabi moliyalashtirish kirishayotgan paytda hamma tomon o'zidagi mas'uliyat his qilgan holda bu narsaga kirish kerak bo'ladi.